Tayyorliqing bitib qoldimi, Bekir? Bitib qoldi onu. Dehqonchilik maydoniga boradigan avtobus birdamdan keyin qo'zg'aladi. Tezroq bo'g'in balam. Mana hozir. Pulni ching saqla, hargiz yuttirib qo'yma, o'g'lim. Ma'qul, ansirmang. Esingda bo'lsin, buvang bu pulga bak ehtiyojliq. Etizni sug'urish uchun quduq qazmoqchi. Bilaman onu. Dadang safarga chiqib ketmagan bo'lsa, seni u yerga yolg'iz avatmas edim. Ansirmang opa, deganlaringizni esimdan chiqarmayman. Alloh o'z panoyida saqlasin o'g'lim. Yana deydiganlaringiz bormi ona? Nada bo'g'in, Xudoni unutma o'g'lim. Rostchil bo'l, yolg'on aytma. Cho'qim shundoq qilaman ona. Alloh yo'lingni ochiq qilsin, baloyi qazodan aman qilsin o'g'lim. Bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz. Diqqat qilinglar, ha? Avtobus kelyapti. Biz tayyor xo'jayin. Mashina to'xtab bo'lgandan keyin biroqli yo'lga tushimiz. Xotirjam bo'ling, chataq yo'q. Nim bo'lgandi? Mashinaning bir chaqi etilibdi. Birodarlar, tushmang yordamlashinglar. Birlikda yasib o'taylik, ha? Qimirlama, hamning yinindagi pullaringni chiqarish. Bo'lmasa, hammingni etib etaman. Angladingmi? Tez bo'l. Men sana tez bo'l deyapman. Mana. Men mashina shofiri. Ichida prava, kimlikdan boshqa narsa yo'q. Bu nima? Bu pravmi yoki kinishkimi? Ha? Ayta. Ha? Sening-chi, puling bormi? Gap qila shumtak. Pul bormi deyapman. Nada bo'l, Xudoni unutma o'g'lim. Rostchil bo'l, yolg'on aytma. Pul bormi deyapman. Tez chiqira. Bu Qanchalik? 2000 so'm. Qancha? 2000 mi? Hech nima yo'q-ku. Sen meni zangli qilib atamsan, ha? O'ltirib atmaydigan bo'lsam. Qasam qilib bering, yenimda rostala 2000 so'm bu. Nega tiqib qo'yding, ha? So'mkangda yo'q-ku amisa. Nega yushirding deyapman. Gap qila. Seni xo'jayinning yiniga opirman. Yolg'on aytgan bo'lsang, ko'giligingni ko'rsan. Mana. Mengla, bu yerdan ketaylik. Tez bo'linglar, tez. Anglasam sen yenimda 2000 so'm bor debsan, shundaqmi? Rost, men yolg'on aytmadim. Yaxshi-ku. Pulni bermasang, seni o'ltirib etaman. Angladingmi? Qiziq. Avtobusdagilarning hammasi yenimizda pul yo'q deb ching turib oldi. Ammo sen rost gap qilding. Tushunmadim. Nimishqa shunday qilsan? Zodi nima uchun, ha? Men opamga yolg'on so'zlamayman deb va'da qilgan edim. Va'damda turmasam bo'lmaydi. Pulni bulib olsaqmi yolg'on so'zlamamsan? Heligu pulga jinimni olsangmi yolg'on so'zlamayman. Nima degan axloqliq, nima degan esli bolasan, ha? Xatarga yo'liqsangmi, va'dangda turib yolg'on so'zlamading.
kichikkina bir bola onasiga bergan va'dasida turib, bu pullardan hatto jinidan voz kechyotdi. Men-chu Alloh bergan va'damda turmay, butun hayotimni qaroqchilik bilan, qon to'kish bilan o'tkazib nurg'un kishilarni qoqti-so'qti qildim, zar yig'latdim. Allah Taala tövbe qilguvchilarni kechirdi. Allohdan mag'firat talab qilaman. Qilmishlarimga tavba qilaman. Hammanglar guvoh bo'linglar. Men hozirdan boshlab Allohga tavba qildim. Allah tövbəni qabul qilib gunohlarini kechirsin. Bularning pul-melini qaytarib berib, mashinasini o'ngshab yo'lga sepib qo'yinglar. Haqiqiy tövbe mana shundoq bo'ladi. Haqni egisiga topshirish bilan. Va'daga vafo qilish yaxshi kishilarning esil axloqi. Vafodor kishini hamma kishi hurmatlaydi. Alloh Taala Allohning va'dasiga vafo qilinglar degan. Bu oyatdagi Alloh taolaning va'dasi deganning ma'nosi nima? Va'daga vafo qilish axloqliq, taqvodor va aqlli mu'minlarning sifatlaridan biri. Alloh Taolaning va'dasiga vafo qilish deganimiz Allah Taala kitobida buyurgan va payg'ambari ko'rsatgan amr farmonlarga rioya qilish. Alloh payg'ambarga rahmat qilsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ya'ni gunohkor bo'lib qolmaslik uchun Alloh taolo ma'ni qilgan barliq ishlardan yiroq turish kerak ekan. Shundoq. Va'daga vafo qilish haqida sura Moidaning 5-da mundaq bir oyat bor. Ey mu'minlar, va'daga vafo qilinglar. Bu yerdagi va'daga vafo qilish, so'da-sitiq va har xil muomalalardagi va'daga vafo qilishni ko'rsatadi. Uningdan boshqa yana kishilarning Allohga bergan namoz, haj, ro'za qatorliq ibodatlarni vaqtida ado qilishdagi va'dasini o'z ichiga oladi. Shunga bu ibodatlarni ado qilishimiz zarur. Shokichik, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning va'daga vafo qilish haqida biror hadisi bormi? Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam mundaq degan. Sallallohu alayhi va sallam. Munofiqning alomati 3 bo'lib, so'zlasa yolg'on aytadi, va'da qilsa va'dada turmaydi, omonat qo'yilsa xiyonat qiladi. Bular nima degan esil axloq prinsiplari, ha? Alloh gunohlarimni mag'firat qilg'ay. Allohga omonat, safaringlar xayrlik bo'lsin. Safaringlar xayrlik bo'lsin.